Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Nodir kitoblar yetakchisi bir kitob bir olam programmasi davomli huzuringlarda bo'ladi. Elimizning rangdor madaniyat qatlamida, rangdor madaniyat bog'chisida hamma millatning gul chechaklari xushpuroq chechib turmoqda. Albatta, bu gulzorlikda xalqimiz yetishtirgan, parvish qilgan madaniyat gullarimi alohida ko'zga tashlanib turmoqda. Bugungi programmamizda biz İsmail Tömeri akaning uzun yillik itoatlik emgeklerining biri bo'lgan İdiqut Uyg'ur madaniyati nomli ilmiy kitob haqida suhbat qurishni loyiq topdik. Ko'rman do'stlarga bugun men avval suhbatimizga ishtirok qilgan 3 aziz mehmonni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik ijtimoiy fanlar akademiyasining tadqiqotchisi, idiqshunos, jurnalist İsmail Tömeri aka. Peshqadam ma'rifchi, madaniyat tarix tadqiqotchisi Abdurahmon Abdulla aka. Turpanshunoslik institutining tadqiqotchisi, Turpanshunoslik tadqiqoti jurnalining bosh muharriri Ablum Qayyim aka. İsmail aka, endi idiqut degan so'z bizningki madaniyat, tarix, taraqqiyot bosqichlarimizda ko'p tilga ilindi. Mayli adabiyat bo'lsin, mayli san'at bo'lsin, mayli tarix bo'lsin, mayli xalqimizningki tarixdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayotlarida bo'lsin, bu atalg'a ko'zimizga davomli tashlanib, davomli bizni ma'lum bir madaniyat qatlamga o'ynab turdi. Unda bo'lganda shu idiqutdan iborat bu so'zga qarata siz mush so'zningki etimologiyasi ham mush so'zga o'shirilgan madaniyat qatlamlari haqida biroz uchirib berib o'tasiz. İdiqut degan bu atalg'uni ham idiqut madaniyatini tushuntirish uchun aldı bilan tarixdan bir cümle söz qistirishga to'g'ri keldi. Uyg'urlar Orxun Yenisey daryo bo'ylarida 100 yildek yashab, iyadagi xalq vayron bo'lgandan keyin g'aribga qarab 4 bo'lakka bo'linib siljiganda 840-yili, milodiy 840-yillarda bir bo'lagi Saddichinning janub taraflariga borgan. Bir bo'lagi hozirgi Gansu o'lkasiga qarashli Gaju degan yerda Ganju Uyg'ur xalqini qurgan. Milodiy 840-yillarningki boshlaridan boshlab 866-yilga qadar bo'lgan arliqda İdiqutga fuqarolarni boshlab kelgan manglikdekin, ya'ni bir atalg'ida Pantekinmi deyiladi. Mosho Shahzoda 20 yilga yaqin Mosho yerda ta'sir kuchini davomlashtirib kelgan Tubut chiriklarininki ta'sir kuchini bu yoqdan tozalab, milod 866-yili İdiqut Ulug' Uyg'ur eli degan nom bilan İdiqut Uyg'ur xalqini qurdi. Yana bir turkumi g'aribga siljib Qarixonlar xalqini qurdi. Ham İdiqut Uyg'ur xalqining qurilgan mezgili milod 866-yili. Eng oxirgi saltanatining qolgan vaqti 1338-yili. Moshu 500 yilga yaqin vaqt jarayonida İdiqut Uyg'ur xalqi olamshumul madaniyat boyliqlarini yaratgan. Moshu madaniyat samaralarini tushuntirish uchun oldi bilan İdiqut degan atalg'uga bir ilmiy ta'bir berishga to'g'ri keldi. İdiqut degan bu so'z ikki so'zdan tarkib topgan bo'lib, id igam Tangri degan ma'nolarda, qut baxt ma'nosida. Buning dalil isbot uchun Qutatqubilikning birinchi misrasida bunday bir jumlalar var. Bayat ati birle sözüm başladım, töreltken, yükseltken, üstürgen idim. En ahırki idim degen gap, Tanrım, igem degen ma'noda. Bunun qo'shilgan qut
biz hozirgacha bu qut degan so'z iste'moldan qolmadi. Bu baxt degan ma'noda. Shu ikki so'zning birikishidan shu davrdagi ulug' idiqut Uyg'ur elininki madaniyat qatlamining cho'nqurligi, ilm, baxtga intilish orzu umidini ifodalaydigan mana bir atalg'u bu. Mushu atalg'uni tanlab xalqning nomi qilganligi shu davr Uyg'ur madaniyatining eng oldingi bir namoyandasi bo'lib ifodalandi. Shu vaqtida g'arbga sayohat qilgan Tang sulolasining rahibi Tangsing, ya'ni Xuanzang, o'zininki g'arbga sayohat xotirasida idiqutda faqir puhra yo'q edi degan bir jumla so'zni qoldirgan. Demak, bu iqtisodda idiqut Uyg'urlarning gullanganligini, shaharlashgandan keyin madaniyatda asos bo'g'ichi iqtisodga cho'ng e'tibor berilganligini ko'rib olib bo'ladi. Demak, bir so'zga nurg'un madaniyat qatlamlari yo'shirilgan bo'ladi ekan. Nurg'un madaniyat genlari, madaniyat yıldızları tepeledi ekan. Mana biz o'zimizmi bu programmani elish sababi bilan shu Idiqut shahrida suhbat qurib o'tiribmiz. Demak, mana shunday bir makon, shunday bir zamon giralishib ketgan shunday bir madaniyat qatlamida Idiqutdan iborat shunday bir ismning tavallud bo'lishi va u ismga yetiladigan madaniyat qatlamlar albatta bizni mush kitob haqidagi mazmunlarga undaydi. Albatta bir madaniyatni ta'lil qilishdan burun shu madaniyat yaratuvchi xalqning iqtisodiy, ijtimoiy ahvolini ta'lil qilib o'tish to'liq zarur deb qarayman. Undaqda Abdurahmon aka shu Idiqut Uyg'ur davridagi xalqimizning ijtimoiy hayoti, iqtisod hayoti sodi qandaqroq edi? Shu masalalarni siz misollar bilan bir sharhlab aytasiz. Aldilan men shu kitob haqida ozroq gap qilib o'tay. Idiqut xonligi davridagi xalqlarning ijtimoiy hayotiga kelsak, shaharlashish hayoti bilan ko'chman yayloq xarakterini olgan hayot birlashgan bir xil ijtimoiy hayot. Ammo Turpanda burun miloddan ilgaridan tortib qo'sh xonligi, qus xonligi deb ataymiz, xonliklar qurilgan. Bu g'arbiy yurtdagi 36 xonlikning birisi. Bu shu davrlarda shahar davlati deb atalgan. Shu davrlarda bizning shu Turpanda yashagan Uyg'urlar shaharlashishga qadam qo'ygan. Am urg'un bo'ylardan bizning shu Turpanga Uyg'urlar kelgandan keyin bularning ko'p qismi shahar madaniyatiga kirgan. Bizning shu ko'rib turibmiz, mana shu shaharlarni bizning shu ajdodlarimiz bino qilgan tavar shaharlar. Am yana xeyli bir qismi ko'chman yayloq turmush kechirgan. Bizning shu Tangirtog' bo'ylarida chorvachilik shug'ullangan, Lopnurgil atroflarida yayloqlarda chorvaqqan odamlar suv o't qo'g'lishib, ko'chman xarakter olgan turmush kechirgan. Ammo shunday qaraganda bizning shu davrdagi odamlarning ijtimoiy hayotida shaharlashish madaniyati bilan ko'chman yayloq xarakteri birlashib mangan. Iqtisodiy ahvolga kelsak, bizning Idiqut xonligi davrimizda bu yerga ko'chib kelgan Uyg'urlar dehqonchilikni zo'r darajada rivojlantirgan. Burun poch-pochcha itizlar gurja ketmanlar bilan terishlik qilgan bo'lsa, Idiqut davri kelgan chog'da sapan bilan hayvonlarni sapan qo'shib terishlik qilgan. İtizlarning ko'lamini kengaytirgan, yer suylarini, yer usti suyini tizginlab, yer ustidan qilib sug'urgan. Bu yetishganda yer asti suyi korizani kechib qilib, korizlar sug'urgan qilib, bu dehqonchilikda nihoyatda zo'r taraqqiyotlar borib kelgan. Bu yerda ishlab chiqarilgan shu vaqtdagi paxta, kandir, ashliq, üzüm, qo'g'in qatorliqlar dunyoda mashhur. Bizning qo'g'in shu yerda meva-chevalar, ba'zi oshliq ziroatlari utur tuzanlikka hem g'arb tarafdagi davlatlarga borgan. Shu So'ng sulolasi avatgan elchi Wang Yandi Idiqut to'g'riliq 2 degan gapi meni esimda nihoyat muhim turdi. Birisi shu Idiqutda namrat odam yo'q, fikr odam yo'q degan gapi. Ikkinchisi Idiqutdagi odamlar go'sht samoq yemaydi ekan degan. Uchinchisi Idiqutdagi odamlar hamma savodorga ilm berib, hujjatlarni o'z yozalaydi ekan degan. Bu yerdan qaraganda Idiqut davridagi kishilarning siyosiy hayoti, ijtimoiy hayoti shaharlashgan, ham yayloq madaniyat olgan, dehqonchilik rivojlangan, chorvachilik rivojlangan, turmushi bir xil yaxshi saviyaga yetgan bir holatni ko'z oldiga keltira olamiz.
shu yillardagi, shu asrlardagi madaniyat nima deb mush rayonda barliq keladi. Nima deb mush rayonni obida tiklaydi. Yana nima deb mush rayonni saqlab qoladi. Bu bir o'yinchi tegishli masala. Chunki rayonimizning nurg'un yerlaridagi asar atiqalar, madaniyat yodikorliklari, folklor muzeylari yillarning o'tishi bilan, asr eralarning o'tishi bilan uprab ularningki iznasi aslanigidek yo'qab ketish olib turadi. Lekin Turpan idiq ixtiyorini oladigan bo'lsak, bu yerda bizningki madaniyat qatlamlarimizni, bizningki madaniyat ekologiyamizni tushuntirib beradigan, jonliq pokit bo'lgan bir qancha obida xarakterlik qurilishlar bor. Bizning bu yer o'tirayotganimiz shu qurilishlarning biri. Ablim aka, undaqda Ediqut Uyg'ur davridagi xalqimizningki badiiy san'ati va bu yerdagi madaniy hayotidan biroz ko'ringan do'stlarimizni xabarlantirib o'tamsiz. Ediqut Uyg'ur madaniyati degan bu kitobda tasvirlanganidek, xotirlanganidek, shu vaqtning o'zida Ediqutda yashagan Uyg'urlar nait madaniyatlik turmushga qadam qo'ygan. Ular burunqi hech qanday narsani bilmaydigan ahvoldan hammasi yeziqni biladigan, har qanday ahvolda yeziq ishlata oladigan, bir-biri bilan ilm berim qilgan vaqtida o'zaro hujjat yozishadigan holatlar shakllangan. Buning amaliy misol bizning shu Qori Quju Astana qadimiy qabristonliklaridan bayqalgan madaniyat yodikorliklarimizda nait nurg'unlagan yozim yodikorliklar bayqaldi. Buning yeziqlari har xil. Xanzu yeziqida bor, So'g'di yeziqida yozilganlari bor, Mani yeziqida yozilganlari bor, Sanskrit yeziqida yozilganlari bor. Qadimki Uyg'urcha yeziqda yozilganlari bor. Demak, men moshundaq bir madaniy davr boshlangan. San'at hayotiga kelib so'zlasak, Uyg'urlarning san'at hayotimi ajoyib baldir boshlangan. Buningda amaliy misol olsak, Turpanning har qaysi joylarida qiyo tashlari chizilgan nait nurg'un suratlarimiz bor. Buning ichida har qanday bir qiyo tash rasmlarining ichida usul o'ynayotgan shakllar chizilgan holatlar bor. Sanchilayotgan, usul o'ynayotgan, o'zlarininki har xil shodliklarni ifodalayotgan holatlar nait erkin azoz chizilgan. Demak, bular amaliy pak bo'la oladi. Shuningga o'xshashlar. Mushu Ediqut xonliqida mana bu san'at hayotimi nait jonlangan. Shu vaqtdagi Ediqut xonliqining tuzgan ilg'or siyosatlaridan foydalanib san'atni rivojlantirilgan. O'zlari qanday shaklni xolisa, ashunday shaklda san'at ijodiyati bilan shug'ullanadigan, do'qmushda nag'mi navo bo'lib turadigan. Xuddi hozirgi o'xshash mahalla ko'ylarda mashrab ep beriladigan kishilar o'zlarininki hayotini shodlik, shodxo'ramlik, xo'shallik ichida o'tkazadigan vaqtlar kelgan. Ham ashunday mazgillarni o'z beshidan o'tkazgan. Albatta, tarixdagi birer xalqninki, birer madaniyat yaratgan ma'lum bir qavmninki taraqqiyotini, tarixiy ahvolatini biz albatta ularninki yozma adabiyoti va ig'iz adabiyoti orqali ma'lum darajada yetalaymiz. Undaqda Ismoil aka, Ediqut Uyg'ur davridagi xalqimizningki ig'iz adabiyoti va yozma adabiyot qandoq o'ziga xos ijodiy xosliklarga ega. Ediqut Uyg'ur xonligida adabiyot san'atining muhim bir tarkibiy qismi bo'lgan bu adabiyot ikki xil bo'linadi. Biri shu yerli xalqlarning o'zlaridan ota-bobosidan meros qolgan afsona rivoyatlar. Andan keyin o'zlashtirib tarjima adabiyot. Bu ota-bobosidan meros qolgan afsona rivoyatlar deganimizda quduq qazgan podachi yigit, bu Yalqıntaq nima uchun qizil rangda, yolg'iz o'g'il eriga rivoyati,
taşqa aylangan avliyo rivoyati degandek o'shana katta rivoyatlar bor. Shuningga yondashib daston shaklini olgan O'g'iz nomi bor. O'g'izxon. Irq putuk bor. Bu garchi palnoma shaklida bo'lsa bu, o bir yozma adabiyot tarkibi qismiga kiradi. Endi o'zlashtirma tarjima adabiyot deganimizda İdiqut Uyg'ur xonlig'idagi fuqarolar Budda dinini qabul qilgandan keyin o'sha Hindistonningki Budda diniga oid nurg'un narsalarni mashada tarjima qilgan. Masalan, Chastani Ellikbek, ikki tekin haqida hikoya, Altun Yaroq, Chastan Ellikbek, shundan tarjimali degandeklarni sanskrit tilidan tarjima qilib, o'shaningki adabiyotga bo'lgan tashnonligini qandogan. Adabiyotda aytmal buningda shu vaqtda yozilgan muhabbat qo'shiqlari, she'rlar muba. Hozir ularningki bizda saqlanib qolganlari aytdi as, yo'q deyarlik. Ammo yozma manbalarda bularni aniq. Buningki bayonlari İdiqut adabiyoti degan nomli kitobimga kirgizilgan. Shuning uchun bu İdiqut madaniyatining muhim bir qismi bo'lgan adabiyotdan so'z ochsak, bu shu yozma adabiyot, xalq og'iz adabiyoti, o'zlashtirma tarjima adabiyotdan mana bir uch xil turga bo'lib bayon qilgan buni. Turban diyarda elam uch xil madaniyat odamning kishini ko'zini qamashtirdi ekan. Bir koriz madaniyati, tak madaniyati, biz hozir qilayotgan xaroba madaniyati. Evet, onundan başka Abdurrahman aka İdiqut Uyg'ur davridagi tibobat ishlarimi balkim taraqqiy qilgan bo'lishi mumkin. Siz mush xususda Uyg'ur İdiqut davridagi tibobat ishlarining taraqqiyoti masalasi, uning qo'shni millatlarga, qo'shni ellarga ko'rsatgan ta'siri, uningki mush davridagi danqi chiqargan hakim tiblar haqidagi qarashlaringizni biroz o'qirman do'stlarimiz bilan o'rtoqlashib o'tamsiz. İdiqut Uyg'ur xonligi davrida iqtisodning taraqqilishi, madaniyatning gilinishi qatorliqlar bilan tang bir vaqtda insonlarning hayotiga, salomatligiga munosabatli bo'lgan tibobatchilik ilmidimi zo'r ilgirlashlar, taraqqiyotlar bo'lgan. Uyg'urlar azaldan tibobatchilik ahamiyat beradigan, salomatlik ahamiyat beradigan bir xalq. Mush arxeologik tekshirish materiallariga qaraganda buningdan 2000 yil ilgarilar Turpan diyarida tibobatchilik ilmida operatsiya qilish darajasidagi saviyaga yetganligi ko'rsatildi. Masalan, bizning shu Tuyuq Subeshi qabristonligidan 2000 yildan ortiq tarixga ega bir jasad qazilingan. Bu jasadning qursog'ida operatsiya qilib qillan tikkanlik izi bor. Bu nimani ko'rsatdi deganda 2000 yillardan ilgarilar bizning shu diyorimizda kasallarni davolash ahamiyat berganligi, tashqi kasal, ichki kasal deb kasallarni turiga ayirganligi, hatto shu qo'saq operatsiyalarini qilganligini ko'rib olgan bo'ldi. Bizning bu İdiqut Uyg'ur xonligi davriga kelganda tibobatchilikka yuksak ahamiyat berilgan. Aslida Uyg'urlarning o'zida bor bo'lgan tibobatchilik ilmini rivojlantirish bilan birlikda O'rta Tuzlanlikdagi g'arbdagi qarindosh millatlar, qarindosh ellarning ilg'or tibobatchilik texnikalarini qabul qilib, o'zimizning tibobatchilik ilmidan yug'urib, bir xil shu İdiqutga xos bir xil tibobatchilik ilmini vujudga keltirgan. Buningda birisi havo iqlim masalasi. Turpan havo nihoyatda issiq bo'lgan rayon. Mush issiqlik biqib, mush issiqlik kasalliklari vujud chiqdi. Endi buni qanday davolash masalasi bor. Mushning qarta tadbirlarni qo'llangan. Endi shu vaqtdagi bizning Uyg'urlarning yemak-ichmak odatiga qarata kasalliklar qarta tadbirlar qo'llangan. Buni qilish orqali shu davrlarda tibobatchilik ilmi taraqqiy qilib, biz dastlabda boshqaning ortiqlarini o'zimizga mujassamlagan bo'lsak, keyin bizning Uyg'urlarning tibobatchilik ilmi atrofdagi qarindosh millatlarga, qarindosh davlatlarga ta'sir ko'rsatgan, boshqalar bizdan o'rnak oladigan darajaga borgan. Buningga bir misol olsak, shu İdiqut Uyg'ur xonligi davrida O'rta Tuzlanlikdagi bir tibib kitap yozibdi. 600 qancha xil dorining tizimligini kirgizgan. Buning ichida 158 Uyg'urlar retseptlarini olgan. Bu Xanzolarning tibobati, jungiy tibobatiga
ta'sir ko'rsatganligi. Yana birisi Nantu degan bir tip ekan, shu Tibetda ko'zi ko'rmaydan qolgan bir odamni davolab saqaytgan. Bu shu Zongzollarga ta'sir ko'rsatgan. Bundan boshqa bu g'arb davlatlarga ta'sir ko'rsatganlik xotirlar bor. Bu shu vaqtdagi Uyg'ur idiqtixonligi davridagi tibobatchilikda o'z yerimizdagi o'simliklardan, o'z yerimizda chiqqan mahsulotlardan, o'z yerimizdagi qush, hayvonotlardan, madallardan dori yasab, o'z joyimiz kasallarni davolash yapgan. Bu o'z yerimizdagi yerli kasalliklarni yerdan chiqqan mahsulotlarga davolash bir xil ilmiylikka, bir xil qulaylikqa ega. Shunday qilib, idiqtixonlik davrida odamlarning salomatligiga tibobatchilik ilmini rivojlantirish orqali kafolat qilgan. Undan boshqa shu tibobatchilik ilmining taraqqiy qilishi qarindosh millatlarga, qarindosh ellarga zo'r darajada ta'sir ko'rsatgan. Albatta, har yurtninki o'zininki odamlarning xuy paylik vaqib, uninki mizoj, xuluq mizojlari bo'ladi, shuni vaqib tibobat uning kasal ko'radigan, shuning qarab shu xususda dori beradigan, shu xususda shundan kelib chiqqan bir madaniyat qatlamlari bo'ldi endi buni. Undaqda Aldim aka shu Uyg'ur davridagi shu yemak-ichmak to'y-to'kin, kiyim-kechak odatlarimizga tushib ketadigan shu folklor hodisasiga munosabat tarafda haqida sizning boshqa tushunchalaringiz bormi? Bo'libmi biz arxeologiyalik amaliy faoliyat bilan shug'ullanadigan odamlar. Bunda bo'lgandan keyin nurg'un o'rinlarda arxeologiyalik qazishlarni olib bordik. Masalan, bizning shu Oston qadimiy qabristonligidan qazgan nurg'un qabrlardan ayni davrda biz o'zimiz shu qabr egisi bilan birga ko'mgan non, hozir deyilib o'tgan non, ekmek, bansha, tugra, po'shkal, hornan, pechine, pryanik qatorliq nurg'un yemakliklar bayqaldi. Demak, mana mushu madaniyat yodikorliklarimizning o'zi bu yemak-ichmak madaniyat doirasiga kirdi. Mana xuddi mana mushu Ismoil apandim o'zi so'zlagandek mushu Idiqut Uyg'ur madaniyati degan kitobda bayon qilinganiga o'xshash ahvollar. Demak, mana bu amaliy faktlar bizning mushu yemak ichmagimizga munosabatlik amaliy faktlardir. To'g'ri. Demak, fakt o'zi so'zlaydi degan gap. Sizda bo'lgan arxeologiyalik qazilmalarning o'zi bir moddiy fakt, bir tarixiy fakt. Demak, bu arxeologiyalik tepindalar o'zining tarixini o'zi bayon qilib berdi. O'ziga o'zi shohid bo'la oladi degan gap. Ismoil aka, Idiqut Uyg'ur davridagi moddiy va ma'naviy hayot jihati xalqimiz qanday shalliq sahifalarni ochgan? Bayam deyilgandek iyilik noktalarida, iyilik sahifelerinde balanayeti yükselgendiğin keyin bu maddi medeniyetninki her qaysi türleri etsak, mesela dinakarlık, karısçılık, şu vaxtların kalgan. Ondan keyin kolun ervençilik, metal davlaş, kancılık işleri bu maddi medeniyet dairesiga kirdi. Manevi medeniyet cihetten birli misal alsak, şu zamanın özüde İdiqut zamanında, hallıqda o yetqil til yazıqda matba basımçılık işleri yola qoyulgan ekan. Demek bu hazırgı nispeten etqandıman ayeti bir çoğ gavdilik bo'lgan bir medeniyet, manevi medeniyet namoyandasi. Abdurahman aka, Idiqut Uyg'ur davrida hunarkasb, so'z san'at ishlarininki taraqqiyoti, keng doirada rivojlanishi Ipak yo'li madaniyatiga qanday ta'sirlarni ko'rsatgan? Uyg'ur idiqtixonligi davrida boshqa sohalardagi taraqqiyotlar bilan birlikda hunar kasb ishlarimi zo'r darajada taraqqiygan. Ismoil Temur apandining Idiqut Uyg'ur madaniyati degan kitobida shu davrdagi hunar kasblarni 10 cho'ng turga yig'inchoqlab sharhlab bergan. Buning ichida men bir nechasini qayta takrorlab o'tsam, buning birisi binokorlik. Idiqut Uyg'ur xonligi davrida binokorlik qurilish ishlari zo'r darajada rivojlangan. Biz mushu o'tagan Idiqut Qidim shahri 2000 yildan ortiq tarixga ega. Dastlabki binokorlikda o'nkir uylardan foydalanib yashagan.
Onundan keyin yani uyup, pişip, tübünü yağış, şopurlar yepip, yasıgan. Ondan keyin yerim uyup, yerim tübü yasıgan. Kemir öyle. Kimir öyle bu ayrım emdi. Onundan keyin yani üstüge soğumsuk tübünü yepip, yasıgan muşulumdaki öyle. Keyingi vaqtlar kelgende kesek quyish, o keyingi davrdagi ish. Öngür eyledin keyin. Kesek quyalaydigan dadrijiga shu madaniyat borgan chog'da öngür öylay taqlid qilib, kesekdan egib kim o'ray yasigan. Ham buni ikkinchisi shu hunar kasbining ichida naqqoshlik. Bezekchilik. Mushu bu binokorlik qurilishlarning tang davrda bir vaqtida rivojlangan. Mushu ming o'ylayga qaraydisak, buning ichida bezekchilik, naqqoshlik aytdi, namoyon bo'lib turdi. Hozirda shu qo'limizda bor materiallarga qaraganda turpan o'ymonligida to'qimchilik bir qadar baldir yo'l qo'yilgan. Mushu yerdagi to'qimchilikdan 100 yildan keyin o'tirtirganlikda to'qimchilik yo'l qo'yilgan. Shuna olganda bu yerda 100 yil burun to'qimchilik san'ati Idiq shahrida vujudga kelgan. Mushu qatorli kulolchilik, sapol kulolchilik shu Idiq shahrida, Idiq xalq davrida nihoyat zo'r darajada taraqqiyot. Mushu tomlarning keyinga gitsak, bunda bir sapol poyishlar uchraydi. O ba'zi sapol poyishlar ranglik, gullik. Shu vaqtlarda sapollarni shu ranglik, gullik ishlab chiqargan saviyalarga yetgan. Yeziqchilik qurallari, masalan, qog'oz ishlab chiqarish, qatorliq hunar kasblar aytib yo'l qo'yilgan. Bu yerda soda ayni davrda boshqa yurtlarga qaragan chog'da bu yerda bek rivojlangan. Buning rivojlanishining saviyaga kelsak, bu Idiqut Uyg'ur xalqi joylashgan mushu joy Ipak yo'lining uttur tuguni, uttur yo'l. Ipak yo'lida janubiy yo'l, uttur yo'l, shimol yo'lda uchtal yo'l bor. Mushu uchtal yo'lning ikkitili Idiqut xalqi tavasida o'tadi. Bu markaziy yerda o'tadi. Shunaqda g'arbdan kelgan, sharqdan kelgan sodiyalar mishar jam bo'lib, mol almashtirib yoki pul setib, bu yerda bir cho'ng soda, pipa, mushigini desak, to'p-toq o'rnidek ayna bozorlar shakllangan. Demek, vücudunki coğrafiyalik afzalligi ham onunki har xil madaniyat qatlamlarini barliq keltirishda, bo'libmi Ipak yo'li madaniyatininki besh taraqqiy qilishida muhim rol o'ynabdi. Xalqimizning tarix madaniyatida alohida ko'zga tashlanadigan Uyg'ur Idiqut madaniyati, madaniyat taraqqiyotimizni texnik tushunish, uni yuksaklikka ega qilish, ko'p manbalikka ega qilish va rangdorlikka ega qilishda real qimmatga ega. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishad oxirlashdi. Hammamizga nodir kitoblar ro'y uzuq bo'lg'ay, xayr xo'sh.